bilan eskartib qo'ydiganimiz bu usulni qo'llanib bir qancha aylanga chach chiqqan ham oqargan chachlar qardashqa boshlagan. Aldı bilan ikki tuxumning seriqini bir qachaga ayirib olamiz. Ondan bir oz sanjangni ushshaq bu holatda chanab bo'lgandan keyin tuxumning seriqini ustiga to'kamiz. Uningdan keyin siyodandan so'qib talqanlab uningdan 2 qo'shiq solamiz. Ondan uning ustiga bir qo'shiq atrofida hasal qo'yamiz. Buningga yana 2 qo'shiq atrofida ochiq suv qo'yamiz. Buni bir ilashtiramiz. Ilashtirib bo'lgandan keyin buningga quyruq may, ya'ni abjash maydan bir qo'shiq solamiz. Abjash may bo'lmasa zaytun maydan solsaqmi bo'ladi. Buni toza ilashtirsak, mana bundaq malham holatiga keladi. Mana bu uzuqliq malhamini chechimizning tegiga takkizib turib surkab beramiz. 2-3 soatdan g'ozib yuvasak bo'ladi yoki oqshimi surkab atsi atdigan yuvasak bo'ladi. Buning chachqi uzuq bo'lib chachni tegidan chingitib, chach tushishni to'xtatish, oqargan chachni qora qilish, eng muhimi chachni quyuq chiqarish, chachni jonlantirib, farqroq qilish roli ajoyib qaltis.